Dunyoda shunaqa so'z bor, liboy tilda u so'z juda ham chiroyli bo'ladi. Eng go'zali shu deb nomlasak ham bo'ladi. Shuning uchun bitta like bosib qo'yasiz. Bu albatta ona so'zi bo'ladi. Bu nomerlar endi zakazga olinganmi, yo'q o'zi o'chirtib kelganmi bilmadim. Uni bilsangiz kommentariy yozib qoldirasiz. Ikkita yangi MCM Cobalt mashinamiz akalar. Metan ustanovka qilganmiz. O'zi bu mashinaga metan qo'ysa, vigida bo'ladimi? Chunki hozirgi kunda metan narxi oshib ketdi, bilasizlar. 1 kubini o'ziga 650 so'mdan oshdi. Qarang. Bitta hisob-kitob qilamiz. 90 litrli ballonga polniy zapravkada 200 km yuradi va 117 ming so'mga oshgan narxida zapravka bo'ladi. Eng arzon benzin bilan hisoblaydigan bo'lsa akalar 208 ming so'mga 200 km mashinamiz harakatlanar ekan. 10.400 dan qo'yganmiz. O'shanda 91 mingdan oshib biz vigida boramiz. Ya'ni 50% yutuqdamiz. Endi oldin to'g'ri 70-80% yutug'imiz zo'r bo'ladi. Lekin MCM Cobalt xudo xolasa mana masha metanni muammosi harakatlar. Faqat motor qismiga to'g'ri tanlov qilishingiz kerak bo'ladi. Yevropa gazdan Evans qo'yamiz, kislorod obidagi uluymiz, varnusli sistemaga umuman nagruzka tushmaydi. Italyanskiy ko'mni farsunga original ekstraduktor, salon garantiyasi kuymaydigan qilib ustanovka ko'ramiz. Pastda nomer qoldirdim, aka bemalol murojaat qilasiz. Videoni Cobalt tanishlariga jo'natib qo'yasizlar.